Assalomu alaykum. Sizni kursimizning ushbu bosqichida ko'rib turganimizdan xursandman. Bu bosqichda biz yo'l belgilari qismiga yetib keldik. Yo'l belgilari 7 ta guruhdan iborat. Har bitta guruhning o'ziga yarasha vazifasi va maqsadlari mavjud. Masalan, birinchi guruh ogohlantiruvchi belgilar hammasi uchburchak shaklga, qizil hoshiyaga, oq fon va qora tasviriga ega. Endi ayrimlardan tashqari buni ham mana bu joyda ko'rsatib o'taman. Bu guruhimiz belgilari haydovchilarga oldindan xavf haqida, qaysidir xavf haqida ogohlantirish vazifasini bajaradi. Bu degani bu bizga hech qanday bir cheklash o'rnatmaydi yoki buyurish yoki boshqa bir qanaqadir talab qo'ymaydi. Bu faqat ogohlantiradi. Shuning uchun ham misol uchun xavfli burilish belgisini ko'rsangiz, bu yerda tezlikni pasaytirish bu majburiyat emas. Bu o'z xavfsizligingiz uchun faqat ogohlantirish, ya'ni bildirishnomadek bir narsa. Biz ogohlantiruvchi belgini ko'rdik, endi oldimizda xavf chiqadi. Ana o'sha xavf necha metr oldinda chiqadi? Ya'ni agar biz aholi punktida harakatlanayotgan bo'lsak, xavf bizdan, ya'ni belgidan keyin aytayotgan xavfi 50-100 metrdan keyin chiqadi. Misol uchun xavfli burilish belgisi o'rnatildi, siz buni ko'rdingiz. Aholi punktidasiz, 50 yoki 100 metrdan keyin sizni oldingizdan xavfli burilish chiqadi. Agar siz aholi punktidan tashqarida bo'ladigan bo'lsangiz, bu belgidan keyin 150-300 metrdan keyin ana o'sha belgi aytayotgan xavf oldingizdan chiqadi. Bu guruh yo'l belgilari avtotest savollariga ham qo'shilgan. Ayni bugungi darsimizda o'sha avtotest savollaridagi ogohlantiruvchi belgilar bo'yicha tushadigan test savollarini o'rganib ko'rib chiqamiz. Unda boshladik. Bugun sizlar bilan mavzu bo'yicha testlardan ogohlantiruvchi belgilarni ko'rib chiqamiz. Mazkur yo'l belgisi nimani bildiradi? Bu belgimiz hech qanday trotuarni bildirmaydi. Bu faqatgina yo'lning piyodalar o'tish joyi bo'lgan qismini bildiradi. Keyingi savol, ushbu yo'l belgisi nima haqida ogohlantiradi? Bu belgimiz shlagbaum bilan jihozlanmagan degan bilan boshlanadi. Demak, mana bu ikkita javob to'g'ri keladi. Shlagbaum bilan jihozlanmagan ikkalasida ham, lekin bu bir izli temir yo'lni bildiradi. Agar buning ostida mana bunday tayog'i bo'ladigan bo'lsa, ko'p izli. Lekin bu belgimiz mana bu ko'p izli. Mana bu belgimiz bir izli deb nomlanadi. Demak, shlagbaum bilan jihozlanmagan bir izli temir yo'l kesishmasi borligidan ogohlantiradi. Bu belgilar aholi yashaydigan joylarda xavfli yo'l qismi boshlanishidan qancha masofada o'rnatiladi? Bularning hammasi ogohlantiruvchi belgilar. Bularni boya gaplashdik. Aholi yashaydigan joylarda 50-100 metr. Aholi yashaydigan joylardan tashqarida 150-300 metr. Hozir bu yerda aholi yashaydigan joylar so'ralgan, shuning uchun 50-100. Qaysi belgi T-simon chorrahada harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi? Ko'pchilik mana bu belgi, ko'pchilik mana bu, ko'pchilik mana bu bilan adashtiradi. Lekin bizda T-simon belgi mana bu ikkinchi belgi. Yo'lning T ko'rinishida ekanligini bildiradi. Masalan, harakatlanib kelmoqdasiz, to'g'riga yo'l yo'q. O'ngga yoki chapga yo'l bor. Demak, bu T yo'nalishi. Qaysi belgi teng ahamiyatli yo'llar kesishish chorrahasiga yaqinlashib kelayotganlik haqida ogohlantiradi? Belgilarni o'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda 4 ta tomoni teng bo'lgan chiziqli belgi qani? Chunki savolda teng ahamiyatli yo'llar deyilgan. Mana bunda 4 ta tayog'i ham teng, shuning uchun javob ham 5-belgi bo'ladi. Quyidagi qaysi belgilar ogohlantiruvchi belgilar jumlasiga kiradi? Bu yerdagi barcha belgimiz ogohlantiruvchi belgilar jumlasiga kiradi. Hammasi. Aholi punktlaridan tashqarida qaysi belgi takrorlanadi? O'zi nima uchun takrorlanadi? Eng xavfli bo'lgan belgilar takrorlanadi. Bu yerda qarab chiqadigan bo'lsak, eng xavflisi mana. Sohilga chiqib ketasan, tez haydasang belgisi. Demak, javob 3-belgi. Qaysi belgi velosiped yo'lkasi bilan kesishuvni bildiradi? Bu yerda hammasida velosiped, moped, xuddi shunga o'xshash narsalar ko'rsatilgan, ammo ogohlantirish belgisi so'ralyapti bizdan. Velosiped yo'lkasi bilan kesishuv.
Ya'ni bu haydovchining oldidan chiqadi mana bu belgi. Hozir seni yo'ling velosiped yo'lkasi bilan kesishadi degan ma'noda. Demak, javob ikkinchi. Bu velosiped yo'lkasi. Bu velosiped yo'li bilan kesishuv. Velosiped yo'lkasi bilan kesishuv. Javob ikkinchi. Qaysi belgi yo'lning xavfli burilishiga yaqinlashayotganlik haqida ogohlantiradi? Xavfli burilish belgisini hamma biladi, mana bu ikkinchi belgi. Bu yo'lning chapdan torayishi, bu xavfli burilishlar. Chunki bunda burilish soni ko'p. Shuning uchun bu xavfli burilishlar, mana bu belgimiz xavfli burilish deb nomlanadi. Qaysi yo'ldan harakatlanishga ruxsat etilgan? Bu yerda hech qanday bizga buyurish yoki taqiqlash ma'nosi qo'yilmagan. Bu yerda xohlasak o'ngga, xohlasak A yo'nalishga keta olamiz. Javob A va B yo'nalishga. Boya aytganimizdek, bu belgi nima? Yo'l anhor yoqasiga yoki biror bir suv havzasining qirg'og'iga chiqiladigan joyi borligidan ogohlantiradi. Yoki sekinroq hayda, anhor bo'yiga yoki biror bir suv havzasiga chiqyapsan, uchib o'tib ketishing mumkin ma'nosida keladi. Oldin gaplashganimizdek, shlagbaum bilan jihozlanmagan ko'p izli temir yo'l. Mana faqat buni o'zi bo'ladigan bo'lsa bir izli, ostida bu tayog'i bo'ladigan bo'lsa ko'p izli. Demak, shlagbaum bilan jihozlanmagan bir izli yo'q. Shlagbaum bilan jihozlanmagan 2 va undan ko'p izli. Mana bu to'g'ri. Belgilardan qaysi biri bevosita yo'lning xavfli qismi oldiga o'rnatiladi? Belgilarning hammasi 50-100 aholi punktida, aholidan tashqarida 150-300 metr oldinda o'rnatiladi, lekin mana bu belgimiz to'g'ridan to'g'ri yo'lning xavfli qismi oldiga o'rnatiladi. Ya'ni relsni yonida turgan bo'ladi. Bular 50-100 metr oldinda 1 2 3 4 lar. 5-belgimiz to'g'ridan to'g'ri relsni oldida bo'ladi. Shuning uchun javob 5-belgi. Qaysi belgi shlagbaumli temir yo'l kesishmasiga yaqinlashayotganlik haqida ogohlantiradi? Mana bu belgini biz shlagbaumsiz deb o'rganganmiz. Mana bu ham shlagbaumli. Bu shlagbaumsiz. Ya'ni agar temir yo'limizda shlagbaum yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana bu birinchi va ikkinchi belgilar. Agar shlagbaumli bo'ladigan bo'lsa, mana bu 4-belgi sizni ogohlantiradi. Bu belgini bilamiz. Boya gaplashganimizdek 4 ta tayog'i ham teng, ya'ni belgi teng ahamiyatli chorrahaga yaqinlashayotganlik haqida ogohlantiradi. Teng ahamiyatli chorrahada o'ng tomondan yaqinlashib kelayotgan transport vositasiga yo'l berishingiz kerak. Demak, faqatgina o'ng tomondan yaqinlashib kelayotgan transport vositalariga yo'l berishingiz kerak. Buni ko'pchilik oldinda harakat serqatnovligi, oldinda transport tirbandligi, oldinda xavfsiz oraliq quvib o'tish mumkin emas deb hisoblaydi bu belgini ko'pchilik o'qimagan o'quvchilar. Lekin bu oldinda serqatnovlik emas, oldinda tirbandlik borligidan ogohlantiradi. Demak, javob oldinda transport vositalarining tirbandligi haqida ogohlantiradi. Quyidagi belgilardan qaysi biri haydovchini boshqa xavf-xatarlar to'g'risida ogohlantiradi? Bu yerda A belgisi bu majburiy to'xtash belgisi bu. B belgisi esa katta o'lchamli yuk belgisi. Demak, bu belgisi bu yuklarimiz yon tomonlariga qo'yiladi. A belgisi har bir transport vositasida bo'lishi kerak. Bu belgimiz Bekchalimiz ham nang bo'lmasa chiqib shum berib yotadi. Ishing bo'lmasa. Mikrofon yurganing ham shumini jaloladi-da. Bu yerda A belgimiz har bir transport vositasida bo'ladi. Bu majburiy to'xtaganda, avariya bo'lganda, shunga o'xshash hollarda transport oldiga qo'yiladi. Mana bu yo'lda o'rnatiladigan belgi. Haydovchi oldidan chiqadigan xavf-xatar to'g'risida ogohlantiradi. Demak, javob ana bu yerda sonlariga ham e'tiborli bo'ling. A mana bu. B esa mana bu. Bu V belgisi mana bu. Tushundingizmi?
Qaysi belgi tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyi borligidan ogohlantiradi? Mana bu o'zini so'zi ham aytyapti. Ogohlantiradi deyapti. Bizda ogohlantiruvchi belgi bu uchburchak shakliga ega bo'lgan mana bu faqat A belgisi bo'ladi. Ko'rsatilgan qaysi belgi yo'lning o'ta sirpanchiq bo'lgan qismini bildiradi? Bu yerda bu belgimiz 50 tezlikdan oshish taqiqlanadi deyapti. Ostida qo'shimcha axborot belgisi bilan faqat yo'l qoplamasi nam bo'lganda 50 dan oshishi taqiqlanadi deyapti. Mana bu belgimiz tosh otilish xavfi. Mana bu belgi esa o'ta sirpanchiq yo'l. Demak, javob yana V. Endi keyingi test savoli. Qaysi belgi temir yo'l kesishmasini to'suvchi moslama bilan jihozlanganligi haqida ogohlantiradi? Bu yerda mana bu S belgimiz temir yo'ldan o'tish joyida to'suvchi qurilma, ya'ni poyezd kelayotgan bo'lsa, to'suvchi qurilma borligini ogohlantiradi. Javob S. Ushbu belgi nimani bildiradi? Buni hammamiz bilamiz. Sun'iy yo'l notekisligi inson qo'li bilan qo'yiladigan. Shuning uchun ko'tarma ko'prik javobi xato, tik balandlik javobi xato, sun'iy yo'l notekisligini bildiradi. Ushbu belgilardan qaysi biri notekis yo'l deb nomlanadi? Biz buni boshqariladigan to'siq dedik. Buni sun'iy yo'l notekisligi dedik. Mana bu ikkitasi bo'ladigan bo'lsa bundan bu notekis yo'l deb nomlanadi. Tushundingizmi? Notekis yo'l desa mana bu, sun'iy desa mana bu. Hozir javob S bo'ladi ekan shunda. Ushbu belgilardan qaysi biri oldinda yo'l qoplamasi ustida sun'iy notekislik borligi haqida ogohlantiradi? Sun'iy deyildimi? Javob B. Mana bu yerda B emas, V ko'rsatilgan. A, V. Ushbu yo'l belgisi qanday maqsadda qo'llaniladi? Yana javob sun'iy yo'l notekisligi. Buni qo'yilish ma'nosi majburiy tarzda tezlikni kamaytirish uchun. Shunday-ku, tezlikni kamaytirishsin degan ma'noda qo'yiladi. Qaysi belgi yo'lning kichik radiusli burilishiga yaqinlashayotganlik haqida ogohlantiradi? Xavfli burilish belgisi mana bu 5-chi. Ushbu yo'l belgisi. Bu belgimiz oldinda boshqariladigan to'suvchi qurilma borligini bildiradi. Oldinda chorrahada yoki qatnov qismida emas, mana bu javobda chorraha, mana bu javobda qatnov qismi deyilgan yo'q. Bu oldinda to'suvchi qurilma borligini bildiradi. Qaysi belgi tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashayotganlik haqida ogohlantiradi? Yana shu ogohlantiradi deyilyaptimi? Ogohlantiruvchi belgi bo'ladi, faqat A. Ushbu yo'l belgisi qanday nomlanadi? Bular temir yo'l kesishmasiga yaqinlashuv 3, 2, 1 strelka ko'rinishida qo'yiladi. Demak, javob temir yo'l kesishmasiga yaqinlashuv. Bu belgi qayerdan oldin o'rnatiladi? Buni hammamiz bilamiz. Maktab va bolalarning dam olish maskanlari oldidan o'rnatiladi. Bu yangi test savoli. Belgilardan qaysi biri qatnov qismi kesishmasi hududini bildiradi? Bu yerda mana xuddi oldingi telefonlarda сообщениyaning emblemasi bor, xuddi shuni oldida turganga o'xshaydi. Javob faqat A. Bu yo'l belgisi qanday nomlanadi? Piyodalar yo'l yoqasidan yurishi mumkin bo'lgan hududni bildiradi. Piyodalar hech qachon qatnov qismidan yurmaydi. Yoki trotuardan yursa, uni haydovchiga ogohlantirish shart emas. Piyodalar yo'l yoqasidan yurishi mumkin bo'lgan hudud. Ko'rsatilgan belgilardan qaysi biri bolalar deb nomlanadi? Siz chalg'itadigan joyi hammasida bolalar tasviri tushirilgan, lekin mana bu belgimizning nomi maktab va maktabgacha ta'lim hududi. Mana bu belgimizning nomi bolalarni tashkiliy tashish. Bizdan bolalar belgisi so'ralmoqda, demak javob 2-chi. Yovvoyi hayvonlar belgisini ko'rsating. Mana bu uy hayvonlari, mana bu yovvoyi hayvonlar 2-chi.
Endi kemiruvchi va sudralib yuruvchi hayvonlar qaysi javobda ko'rsatilgan? Endi kemiruvchilar mana, pastlab uchuvchi qushlar mana, kemiruvchilar 4. Oxirgi savol. Ushbu belgi aholi punktlarida xavfli yo'l qismi boshlanishidan qancha masofa oldin o'rnatiladi? Bu belgilarimiz aholi punktlarida 50-100, aholidan tashqarida 150-300 metr oldinda o'rnatiladi. Sizda mana 50-100. Endi azizlar, mana bu test savollarni yaxshilab 2-3 martalab videoni qayta ko'rib, keyin ko'rib bo'lganingizdan keyin keyingi mavzuga o'tish tavsiya etiladi. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.